hammamiz bu eshikdan kirib narigi eshikdan chiqib ketishga hukm bo'lganmizda. U dunyoga hech kim hech narsa olib keta olmaydi. Lekin bugun biz juda uzoqlarda o'ylaymiz. Biz shoshilib ketib, hatto hozir shunaqaki yosh yigitlar bilan gaplashsangiz hammada diqqatchilik bor. Nimaga? Chunki juda ham katta orzu havaslar ichiga kirib qolganmiz. Juda orzu havasimiz katta. U qilishimiz kerak, bu qilishimiz kerak deb inson o'zini o'zi baxtsiz qilib oladi. Agar ne'matlarga yaxshi qarasa, eng baxtli odammiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, ertamat turganingda taning salomat bo'lsa, oilang tinch bo'lsa, bir kunlik taoming bo'lsa, butun xazinani kaliti senda deydilar. Hammamiz qo'limizda shunaqa. Lekin inson ba'zida ne'matlar ichida ne'matni fahmlamay qoladi. Shuning uchun rizq topaman ekan deb harom harijga kirib, o'g'rilik, yolg'onchilik, firibgarlik, poraxo'rlik nimaiki bo'lsa ham qilaveraman deyotgan bo'lsa, bir kun uni javobi bor azizlar. Chunki bir sahoba payg'ambarimiz alayhisalomdan so'radilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, menga duo qilib bering" dedilar. Nima deb deyodilar? Mani duoyim qabul bo'ladigan bo'lib qolsin dedilar. Ya'ni Allohdan men nimani so'rasam, Alloh menga shuni bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayli, shunday deb duo qilaman, lekin uning uchun sen menga yordam ber dedi. Qanaqa yordam dedilar? Luqmangni halol qil dedi. Bilginki bir luqma harom kirsa odamga 40 kun duosi qabul bo'lmaydi dedilar. Biz uni harom bilan bolani katta qilib qo'ysak-chi, azizlar, Alloh saqlasin. Bugun nega duolar qabul bo'lmayapti deganda yeyotgan luqmaga qarash kerak. Nega qabul bo'lmayapti? Bolamizni nimaga muhabbatini bersak, nima bilan boqsak, azizlar, shu muhabbat uni qalbida joy olib qolar ekan.